eshik bo'yicha eng muhim faktlarni sanab o'tamiz. Eshikni har doim tashqariga ochgan qulay. Bu yong'in xavfsizligiga ham javob beradi. Tashqari tomondan bo'lsa, xohlasangiz o'ng qo'lingizda ichkaridan tashqariga ochilish, xohlasangiz chap qo'lingizda ichkaridan tashqariga ochilish qilsangiz bo'ladi. Har qanaqa eshikda stopor bo'lishi shart. Aks holda oshuv-moshig'iga zarar yetadi. Hech qachon plastmas seriyadan eshik o'rnattirmaydi. Даже Imzo kompaniyasi ham 2019-yilda bu seriyani ishlab chiqarishni to'xtatgan. Eshikni to'liq oynali bo'lishini, belvolasiz bo'lishini, high-tech usulida bo'lishini xohlasanglar, eng kamida 6,5 santimetrli profildan foydalanishingiz shart. Eshikni balandligi standartdan baland bo'lib ketsa, ya'ni 220 va undan baland bo'ladigan bo'lsa, 4 ta, 5 ta oshuv-moshuvdan foydalanish kerak.